Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlarni amalga oshirishga doir maxsus komissiya ishchi guruhlari tomonidan 24-28 noyabr kunlari o'tkazilgan reydlar natijalari haqida ma'lumot beramiz. Issiqxonalar yo'nalishida 5 kun davomida Toshkent shahri hamda uning atrofidagi 1449 ta issiqxona faoliyati o'rganilib, ulardan 67 tasining faoliyati to'xtatildi. 403 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 19 ta issiqxona xo'jaligiga hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan gaz tarmoqlariga ulanish uchun texnik shartlar taqdim etildi. Qurilish obyektlari yo'nalishida Toshkent shahrida 6,3 gektar maydonni egallagan 53 ta noqonuniy qurilish obyekti aniqlanib, ularni tezkorlik bilan bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. O'rganishlar natijasida 186 ta holatda atmosfera havosi ifloslantirilayotganligi va 235 ta qurilish obyektining 25% maydoni ko'kalamzorlashtirilmaganligi ma'lum bo'ldi. 34 ta obyektda qurilish vaqtincha to'xtatildi. 188 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortildi. 51 ta obyektda suv purkagich o'rnatildi. Avtotransport vositalarining atmosferaga zararini kamaytirish bo'yicha poytaxt bo'ylab harakatlanayotgan avtotransport vositalari o'rganilganda yukni tent bilan yopmasdan harakatlangan 837 ta, atmosferani me'yordan ortiq zararlagan 206 nafar haydovchiga ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Shuningdek, mikroiqlim barqarorligini ta'minlash borasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Jumladan 496 km hududga teng 77 ta ko'cha va 165 ta jamoat joyiga suv sepilib, namlantirildi. 45 ta kanaldan suv oluvchi 322 km uzunlikdagi 121 km ariqlar tozalandi. 126 ta favvora ishga tushirildi. Toshkent viloyatida joylashgan daryo va soylardan noqonuniy qum shag'al qazib olish bo'yicha 54 ta holat aniqlandi. Ayni damda aybdorlarni javobgarlikka tortish choralari ko'rilmoqda. Qayd etish joizki, olib borilgan chora-tadbirlar natijasida Toshkent shahar havosining ifloslanish darajasi birmuncha kamayishga erishildi. Xususan, PM2,5 mayda zarrachalarning o'rtacha miqdori 24 noyabr soat 18:00 holatiga 171 mikrogramm metr kubni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 25 noyabr kuni 152 mikrogramm metr kubga, 26 noyabr kuni esa 140, 27 noyabr kuni 111, 28 noyabr kuni esa 97 mikrogramm metr kubga kamaydi. Ekologiya milliy qo'mitasi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumotiga ko'ra, 29 noyabrdan mamlakat hududida sovuq antisiklon kuchayishi va uning ta'siri 5 dekabrgacha saqlanib turishi kutilmoqda. Bu inversion hodisalarning kuchayishi va havoning ifloslanishi ko'rsatkichlarining ma'lum darajada oshishiga olib kelishi mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, ayni damda maxsus komissiya tomonidan kechiktirib bo'lmas chora-tadbirlar ijrosi davom ettirilmoqda. Natijalar haqida doimiy ma'lumot berib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.